Amerikaning kompaniyalarida ishlashning plus tomonlari. O'zbekistonda hozir juda ham ko'payib ketgan amerikanskiy kompaniyalar. Mana bir tanishim amerikanskiy kompaniyada ishlaydi. Короче, plus tomonlari. Birinchisi bu yaxshi daromad. Tanishim aytishi bo'yicha oddiy ishchi $1000 dan kam olmaydi. Ish stajingiz ko'payganiga qarab, oyligingiz ham ko'payaveradi. Bepul yegulik. Tipa shirinliklar, suv deganda oddiy suv emas, balkim chortoq suvda eng qimmat suvlar. Amerika kompaniyalari o'zini ishchisi haqida juda ham o'ylashadi, qayg'urishadi. Komfortniy условиялар yaratadi. Agar shirinlik bo'lsa, bu oddiy shirinlik emas, balkim dietический, qanaqadir zo'r va qimmat shirinliklar olib kelishadi. Gibrid ish vaqti, ya'ni ham offline ishlasa bo'ladi, ham online. Meni eng hayron qoldirgan narsa bu bepul taksi, ya'ni ishgacha borishingiz, ishdan uyga qaytishingiz kompaniya o'zi to'lab berar ekan. Shunaqa gaplar siz ham amerikanskiy kompaniyada ishlashni xohlar edingizmi? Kommentariyada yozib qoldiring.